Assalomu alaykum. Toshkent to'qimachilik yengil sanoat instituti kimyo va matbaa muhandisligi kafedrasi dotsenti Sadiqova Gulnoza Qudratillayeva. Bugungi mavzuyimiz sellyuloza ishlab chiqarish. U bo'yicha reja tuzib olganmiz. Birinchi rejamiz 1 yillik o'simliklardan sellyuloza olish, paxta sellyulozasini ishlab chiqarish, mexanik yog'och massasini tayyorlash haqida gaplashamiz. Dastlab birinchi rejamiz bo'yicha demak 1 yillik o'simliklardan sellyuloza olish. Demak 1 yillik o'simliklarga biz misollar keltirishimiz mumkin. Qamish, somon, g'o'zapoyalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Demak 1 yillik o'simliklardan sellyuloza olib, demak ulardan viskoza tolalarini olishda foydalanishimiz mumkin va 1 yillik o'simliklardan olingan sellyuloza farmatsevtika sanoatida va lak bo'yoq sanoatida, to'qimachilik sanoatida sun'iy tola olishda keng miqyosda qo'llaniladi. Demak, 1 yillik o'simliklarga misol keltiradigan bo'lsak, demak qamish va somonni dastlab gidrolizlab, so'ng qaynatiladi. Demak, u 1 yillik o'simliklardan olingan sellyulozadan sun'iy tola, ya'ni viskoza tolasini olish uchun sifati yaxshilangan sellyuloza olish maqsadida somon va qamishni suv yoki kislota bilan dastlab gidrolizlanadi. Qamish va somonni gidrolizlash sharoiti yog'ochni gidrolizlashdan deyarli farq qilmaydi, lekin eritmaga o'tayotgan organik birikmalar miqdori ko'p va aksincha sellyuloza miqdori kamligi bilan farqlanadi. Vasilov olim tomonidan taklif qilingan suvli gidroliz olib borish natijasida bir qator yaxshi natijalarga erishgan. Demak, Vasilov bizga shunaqa tavsiyalar bergan. Demak, gidroliz 180 gradus haroratda 15 daqiqa yoki 140 gradus haroratgacha bo'lgan sharoitda 4-5 soat davomida olib boriladi. Demak, gidrolizlangan o'simliklar sulfat usulida qaynatilib, so'ng oqartirilgach, somon massasiga nisbatan 28-29% miqdorda, demak tarkibida 92-93% bo'lgan alfa sellyuloza tutgan sellyuloza olish imkoniyatini beradi. Demak, bu slaydimizda somon va qamishni uzluksiz ravishda qaynatish sxemasi keltirilgan. Demak, bu sxemani nomi pandiya deb nomlanadi. Demak, bu yerda mana birinchisini ko'radigan bo'lsak, bu maydalangan o'simlik poyasi. Demak, somon yoki qamishni, demak, bu pandiya jihoziga yo'naltirishdan oldin u somon va qamishlarimiz 1 santimetrda kesilgan holatda bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, birinchisi yo'naltiruvchi rolik, demak yo'naltirib beryapti. Demak, ikkinchisi dozator. Demak, dozator degani, demak, o'sha 1 yillik o'simliklar kelayotganda baravar ko'p tiqilib qolmaslik uchun dozalab ozgina-ozginadan, demak, u nima qilib turadi, bir tekis tushib berishini ta'minlab beruvchi dozator hisoblanadi ikkinchisi. Demak, uchinchisi shimdirish vannasi. Demak, shimdirish vannasida asosan 1 yillik o'simliklarni ishqoriy agent va sirt aktiv modda tutgan eritma bilan shimdiriladi va vintli shimdirish va siqish jihozi va bug'lash, quritish, qaynatish, demak, 9-chi punktda esa qora shilokdan chiqarib tashlash deyiladi. Demak, u qora shilok nima degani? Qora shilok degani, demak, o'sha somon va qamishlarni kuchli ishqor, demak, shilokda
qaynatilganda, demak, uni tarkibida yog'simon, mumsimon, pektin, tabiiy yo'ldosh moddalar ma'lum darajada miqdorda bo'ladi, ular tutgan bo'ladi. Demak, u kuchli ishqoriy sharoitda u tarkibidagi o'sha selluloza tarkibidagi o'sha mumsimon moddalarni erigani hisobiga biz shimdirgan shelok eritmamiz qora shelok aylanib qoladi. Va shu qora shelokdan yuvib tozalab tashlanadi. Shu bilan nimada uzluksiz ravishda qaynatish jihozi, demak, shu sxemadan iborat bo'ladi. Demak, keyingi rejamiz bo'yicha paxta sellulozasini ishlab chiqarish. Demak, paxta ko'p yillik tarixga ega, hammamiz bilamiz. Demak, qazilmalarni ko'rsatishicha 5000 yil ilgari Hindistonda paxta ip mahsulotlaridan foydalanilgan. Paxta umumiy ko'rinishda chigit va chigitni o'rab turuvchi ingichka tollardan tashkil topgan bo'ladi. Chigitli toli xom paxta deb nomlanadi va chigitdan tozalangan toli paxta tolasi deb ataladi. Hamda ko'rib turibmizki, mana chigit va chigitni o'rab turgan mana paxta tolalari. Demak, paxta tolalari chigitdan olingan paxta tolalari asosan 17 millimetrdan 45 millimetrgacha bo'ladi. Demak, bu tolalar to'qimachilik sanoatida ip yigirib va matolarni to'qish jarayonida to'qimachilik sanoatida foydalaniladi. Lekin u olinib bo'lgandan keyin, chigitdan olingandan keyin chigitni atrofida mayda-mayda tukchalar qolib keladi. Shu mayda-mayda tukchalarini razmeri 1-2 millimetr bo'ladi. 1-2 millimetrli o'sha otlarni momiq deydi. Shu momiqlar to'qimachilik sanoatida chiqindi hisoblanadi. Lekin qog'oz sanoati selluloza ishlab chiqarishda bu paxta momiqlari qimmatbaho xom ashyo hisoblanadi. Demak, paxta tozalash korxonalarida paxta xom ashyosini qayta ishlash jarayonlarida xom ashyoga nisbatan 2-3% miqdorda paxta momig'i hosil bo'ladi. Bu katta miqdorni ko'rsatadi. Demak, paxta momig'idan kimyoviy qayta ishlash uchun qog'oz, farmatsevtika, lak bo'yoq sanoati uchun selluloza ishlab chiqariladi. Demak, qog'oz tarkibi paxtadan tashqari tabiiy ipak va kanop chiqindilaridan tashkil topgan. Qog'ozni tarkibi va suv belgisiga bog'liq ravishda hariri, ya'ni tabiiy ipak chiqindisi qo'shilgan va sultoniy suv belgisi deb atalgan. 1915-yilgacha shu texnologiya asosida qog'ozlar tayyorlangan. Demak, xom paxtada bir qator chiqindi yo'ldosh moddalar bo'lib, ularning taxminiy miqdori quyidagi keltirilgan. Demak, mumsimon moddalar 0,5% dan 0,6%gacha, pektin moddalar eng ko'p uchraydigan 12%gacha, azot tutgan moddalar 1-2%, mineral moddalar 1-2% tashkil qiladi. Paxta sellulozasini uzluksiz usulda olish bo'yicha jihoz keltirilgan. Demak, bu yerda esa birinchisi toyni titish jihozi, ikkinchisi aralashtirgich, siklon, barabanli tozalagich, arrali tozalagich, zaxira va ta'minlovchi kamera titish mashinasidan tashkil topgan bo'ladi. Keyingi jihozimiz Bivis mashinasi qog'oz massasini texnologik sxemasi keltirilgan. Bu yerda esa birinchisi paxta momig'i, siklon, paxta tolasini titib tozalagich, metall tutgich, chiqindi to'plagich, bunker va massa to'plagich havosi konveyerdan iborat. Demak, bu Bivis mashinasini texnologik sxemasi keltirilgan. Demak, bu Bivis sxemasida ikkita bosqichdan iborat bo'ladi. Demak, birinchi bosqichida 90 gradusdan 110 gradusgacha, demak, quruq ishqor konsentratsiyasi 4-5% da bo'ladigan bo'lsa,
Ikkinchi bosqichda esa ishqor konsentratsiyasi 1-2% quruq massaga nisbatan va vodorod peroksidi yordamida demak tayyorlash jarayoni amalga oshiriladi. Demak, u yerda birinchi dastlab 3-3,5%gacha demak suyultirish, demak massani suyultiriladi va yuviladi. Yuvilgan ishqorli massani sulfat kislota bilan neytrallanadi, yuviladi va quritish jarayoni amalga oshiriladi. Demak, yog'och massasini ishlab chiqarish. Demak, yog'och massasi qog'oz va qalin qog'oz uchun eng arzon xomashyo hisoblanadi. Hozirgi kunda yog'och massasi ishlab chiqarish zavodlarida 3 turdagi mahsulot ishlab chiqariladi. Demak, bular oq, qo'ng'ir va kimyoviy. Oq yog'och massasi ko'p qog'oz turlarini ishlab chiqarish uchun tarkibiy qismi hisoblanadi. Oq yog'och massasi past mexanik pishiqlikka ega bo'lgani uchun uning o'zidan deyarli qog'oz ishlab chiqarib bo'lmaydi. Nazorat savollari: paxta tsellulozasini uzluksiz usulda olish uzluksli usulda qanday afzalliklarga egaligi haqida adabiyotlardan ko'rib chiqamiz. Keyingi savolimiz: paxta momig'ini qaynatishga tayyorlash jarayonini qaysi bosqichlarda toli ko'proq isrof bo'lishi haqida yana adabiyotlardan ko'rib qo'yishingizni tavsiya qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.